bizning konferensiyaga Greenlight mana bugun hammalaringiz yig'ilibsizlar. Xursandman judayam kelganlaringizga, oldlaringizga qo'yilgan noz-ne'matlardan bemalol olib yeb o'tiringizlar. Kayfiyatlaringiz tushmasin. Hozir shu konferensiyamizda juda zo'r nimalarimiz bo'ladi. Обязательно tayyorlab kelganmiz sizlar uchun. Hozir men o'zimni tanishtirib o'taman. Mening ismim Atabayeva Maryam. Menejer, reklamniy menejer bo'lib ishlayman shu Greenlight kompaniyasida. Men kelganimga shu 2 oy bo'ldi. Shu 2 oy davomida mana уже Xudoga shukr ancha odamlarimni yig'ib kompaniyaga уже почти menejerlikka chiqay deb harakat qilyapman. Bu kompaniyaga men mana shu o'rtog'im Nuriyani orqasidan kelganman. Rahmat sizga. Undan keyin, конечно, Xolida opa ustozimiz. Rahmat sizga ham. Tashakkur. Shu Xolida opaning orqasidan kelganman. Men shu kompaniyaga kirishim uchun meni 1 yil ugovorit qilganda ko'p odamlar. Lekin men shu kompaniyaga kirmaganman, chunki undan oldin ham ko'p ishlaganman. Har xil kompaniyalarda bo'lmagani uchun shuning uchun ishlamaganman-da. Shu kompaniyaga kelganimda, men shu kafega kelganimizda Xolida opa shu bir marta dars o'tgan paytida shu darsni eshitib turib, shu Xolida opaning gapirishlarini, shu motivatsiyalarini, mana bu darslarni eshitib turib, qandaydir men o'zimni shu kompaniyada ko'rdim-da. Ko'rdim. Shu ertangi kuni sразу registratsiya qildim. Xudoga shukr, hech ham jilet qilmayman kirganimdan. Juda ham xursandman. Kirib kelgan mana bu nastavniklarim, butun mana shu Greenlight oilamiz hammasi juda ham aktivniy qizlar. Juda ham xursandman shu kompaniyaga kirib kelganimdan.